Alash O'rdani yo'q qildi, Turkiston muxtoriyatini qonga botirdi. Alash O'rda hukumatı tarkibini men kecha o'qib hayratlanyapman. Bu odamlar olim-ku hammasi, o'sha rahbarlar. Qarang. Yurist 15 ta masalan rahbarini kecha hisob nimasini ko'rdim-da, G'ayratxo'ja. Hammasi oliy ma'lumotli super odamlar. Tushunyapsizmi? Oliy ma'lumotli, eng kuchli bilimga ega odamlar. Masalan, mana Halil Do'stmuhammedov harbiy meditsina akademiyasini bitirgan, harbiy medik. O'ylab ko'ring. Yoki Validxon Tanachayev Qozon yuridik universitetini bitirgan, yurist, oliy yurist. Turliboyev Aydarxon Turliboy o'g'li Sankt-Peterburg Imperator universitetini yuridik fakultetini bitirgan, yurist. Katta yuristlar bular. Yoki Beremjanov Ahmad Qurbonbekovich Qozon universitetini yuridik fakultetini bitirgan. Gabbasov Halil Ahmedjon o'g'li Moskva davlat universitetini fizika matematika fakultetini bitirgan, fizik matematik. Amanjolov Sodiq Ayukeyevich Qozon universitetini yuridik fakultetini bitirgan. Mustafa Shoqayni endi gapirmasa ham bo'ladi. Sankt-Peterburgning yuridik, bu dunyodagi eng kuchli yuridik yuristlardan bittasi bo'lgan. Kerak bo'lsa Parijda yashaganda Yevropadagi yuristlar maslahat olib turgan Mustafa Shoqaydan. Mana shunday odamlar boshqargan, o'ylab ko'ring. Qanday qilib bu odamlar masalan Alash O'rdani dabdala davlatga aylantirishi mumkin edi. Bularga qo'yib berganda super mamlakat bo'lardi, rivojlangan, qudratli mamlakatga aylanishi mumkin edi Qozog'iston. Yoki mana boshlig'i Alixon Bukeyxonov, bu ensiklopedist olim-ku, G'ayratxo'ja. Alixon Bukeyxonov, ensiklopedist olim. O'nlab kerak bo'lsa nimalarni bilgan. Bir nechta tillarni bilgan. Sankt-Peterburg o'sha Lisnoy universitetini bitirishiga qaramasdan u barcha nimalarni, jurnalist, publitsist. Xullas bizda bo'lgan-ku mana o'sha Behbudiylar, Alixon Bukeyxonov qozoqlarning mana shunday ulug' bir nimasi edi. Bu odamlarni agar yo'q qilib yubormaganlarida, bolsheviklar bu odamlarni mahv qilmaganlarida Qozog'iston hozirgidan kerak bo'lsa 10 barobar kuchli mamlakat bo'lishi mumkin. 10 barobar. Bu mubolag'a emas. Bu yana o'ylamanglar, bu ixtiyor faqat Sovet ittifoqini yomon ko'rar ekan. Yo'q, bu mantiqiy fikrlash asosida aytyapman. Agar mana shu odamlar agar mustaqil davlat sifatida qolganida edi, Qozog'iston hozir kerak bo'lsa hozirgidan 10 barobar kuchli mamlakat bo'lishi mumkin edi. Jahonshoh Do'stmuhammedov, MGU, bu ham yurist, qarang. Alimxon Yermikov, Tomsk texnologik institutini matematik. Muhammadjon Tinishbayev, o'zimiz o'sha Tinishbayev, qozoq nima, bu kishi ham qozoq millatiga mansub bo'lgan. Peterburg injenerlar aloqa yo'l nimasini bitirgan. Kulmanov Baxtigeray Ahmetovich Sankt-Peterburg sharqshunoslik nimasini bitirgan, institutini bitirgan. Jaqib Aqbayev Sankt-Peterburg yuridik fakultetini, Mametov Bazarbay Qozon Imperator universitetini yuridik fakultetini, Alijonov Otinshi Omsk o'qituvchilar seminariyasini, eng masalan o'sha Alash O'rdadagi eng o'sha nimasi agar nima deydi, universitetni bitirmagan odam deb qaraydigan bo'lsak, ya'ni oliy ma'lumoti yo'q, bu ham oliy ma'lumotli bo'lgan. Omsk o'qituvchilar seminariyasi. Ya'ni O'tinchi Alimjanov birinchi qozoq militsiyasini boshqargan odam ham hatto o'sha katta bir ma'lumotlarga ega odamlar bo'lgan. Bunday odamlar bilan qarang, mana shularni yo'q qildida, keyin Qozog'istonda ocharchilik boshlanyapti. Endi bolsheviklarga bir e'tibor beraylik. Sovet hukumatiga. Ya Sovetlar yana hadeb tanqid qilaveradi deb o'ylamang. Endi men ular bilan taqqoslamoqchiman, G'ayratxo'ja. Qarang, Sovetlarda o'sha paytda xuddi Alash O'rda kabi Sovet hukumatining birinchi hukumat tarkibiga e'tibor bering. Vladimir Ilich Lenin hamma maqtaydi. Albatta u dohiy, men uni inkor qilmoqchi emasman. Ammo Qozon universitetida haydab yuborilgan. Qozon universitetini bitirmagan hatto. Yuridik fakultetidan uni haydab yuborishgan o'qishdan. Va Sankt-Peterburgda keyin zo'rg'a eksterna sifatida o'qishni bir amallab tugatgan odam. Siyosiy qallob. Avanturachi, chet elda pivo ichib yurgan odam, Shvetsariyada qayerlardadir. Mana bu yoqda Rossiyadan o'g'irlik pullari hisobiga yashab yurgan muttaham. Yoki Aleksey Ivanovich Rykov, u ham Qozon universitetidan haydab yuborilgan. Qarang,
sovetlarning ichki ishlar narkomi bo'lgan, ministri bo'lgan.